Janubiy Koreyada hammaga assalomu alaykum. Bugun sotuvimizda Rolls-Royce Spectre. Bu mashina kuzovi полностью PPF plyonka bilan o'ralgan. Terminal duh ekstaz u nas na месте. Rolls-Royce решетка hamma taniydi akalar. Pirelli резина, 20 lagan diskalar akalar. Eshikni ochilishi это отдельный вид искусства. Естественно, тут имеется фирменный зонтик Rolls-Royce. Bu mashina saloni ishlagani lipi emas akalar, bu серьезный аппаратура. Настоящий англичанин, кожа 100%. Ko'rzam emas akalar. Akalar, потолокka настоящий звездное небо. Pochtagilar garajda qo'yib beradigan narsa emas akalar, серьезный narsa. Endi eng qiziq joyga keldik akalar. Narxi $400,000 Tashkent SIP. Hammaga rahmat.